6. ders N, L. Biz bu dersdə şыңmu, N və L ni öyrənimiz. Aldı bilan biz şыңmu, N ni öyrənib ötümüz. N ni talaffuz qilganda tiniqimiz burundan chiqadi. Qani, menga aytib o'qinglar. N. Şыңmu, N bilan taq yunmu, ni qo'shib o'qaylik. N. Kichik do'stlar, bu rasmdagi ishga qaranglar. Bu ishning shakli biz o'rganmoqchi bo'lgan N ning shakliga o'xshamdi ekan. Şыңmu, N bilan taq yunmu, A ni qo'shib o'qaylik. Na. Endi biz şыңmu, L ni o'rganamiz. Şыңmu, L ning talaffuz qilinishi biz aday o'rganib o'tgan N bilan o'xshamaydi. Şыңmu, L ni talaffuz qilganda tiniqimiz tilimizning ichki yenidan chiqadi. L. Şыңmu, L bilan taq yunmu, ni birlashtirib o'qib boqaylik. L. Şыңmu, L bilan taq yunmu, A ni qo'shib o'qaylik. La. M, 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 M. Ni, 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 ni. Nu, 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 nu. Nü, 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 nü. L, 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 L. Li, 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 li. Lu, 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 lu. Lü, 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 lü. Nima uchun it mushukka o'ch bo'lib qolgan? Burunning burunasida it bilan mushuk do'st bo'ldi. Mushuk itqa o'zini ustimozdoz deb tanishtiribdi. Bir yili kuzda it uningga qish kelib sovuq tushguncha men bir jup o'tik tikib bersang debdi. Ma'qul, sen yorug'ida qilib tikib beray, lekin bir oy muhlat kerak debdi mushuk. Vaqt nimancha uzun, tezroq bo'lsa yaxshi bo'ladi debdi it. Hunarga usta bo'lganim uchun qo'lim besiq, tujubilab tikish uchun ko'proq vaqt ketadi deb maqtanibdi mushuk. Ular talash tartish qilib oxir 2 haftaga bitishibdi. Aradan 2 hafta o'tibdi. Ammo mushuk g'ururlik qilib qayar issiq bo'lsa shu yerda uxlab kun o'tkazib o'tikni tikmabdi. Muhlat to'shib it o'tikni olg'ili ketdi. Ishim bak besib bo'lib ketdi. Uning ustiga toza mijozim yo'q. Xafa bo'lmay bir haftadan keyin kelgan debdi mushuk. It qaytib ketibdi. Havo borgan sari sovishqa boshlabdi. It putishgan qaralida yana ketdi. Mushuk ko'ni gapini takrorlab, ishim besib bo'lib ketdi, ammo pichib tayyorlab qo'ydim. Xafa bo'lmay kelar hafta kelarsan debdi. It ilojsiz yana quruq qo'l qaytib ketibdi. Bir kuni it qahrdan so'g'uqda mushukning uyiga yana ketdi. Kutayli deb qoldi. At kelgan bo'lsang debdi mushuk yana orqaga so'rab. It tishini tishlab yana qaytib ketibdi. So'g'uq borgan sari kuchayibdi. Mushukning atsi tex tugmabdi. Itning sabr qaytisi to'shib mushukka vahshiylarcha etilibdi. Mushuk darhalla yenidagi egiz daraxtga yamishib chiqibdi. Shuningdan buyon it mushukka o'ch bo'lib qolgan ekan. Hamda qandoqligi yerda mushukni ko'rsa, uni sirto'qay qiladi ekan. Mushuk bo'lsa, partida qochib daraxtga chiqib oladi ekan. Yolg'onchining atsi tugmas, qasam bilan va'dasi degan maqol ana shuningdek qilganmish.